Sergeli tumani Qushqo'rg'on mahallasiga kelganmiz. 266-maktab shundoqqina orqa tomoni mana shu burchida joylashgan 5,5 sotixlik xonadonimizga chiqyapti. Yer hisobida beramiz deyishyapti. Uy quruvchi akalar uchun menimcha yaxshi variant bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rib tursanglar, to'liq obzori va albatta oxirida narxini aytib o'tamiz. Darvozaxonadan kirganingizda sizlarni mana shunaqangi kengina hovli kutib oladi. Bu tomonda zelyonniy zona, ko'p yillik mevali daraxtlari ham bor. Asosiy binoyimizda bu yerda bor. Umumiy 5 ta xona. Demak, birinchi bu yoqda bitta zal, ichkarida roditelskiy spalni, u yoq tomonda bo'lsa yana 3 ta xonasi bor, bitta zal, 2 ta yotoqxona. Mana shu ko'rayotgan binolarning tegi yerto'la qilib ishlab ketilgan. Kirganda o'ng tomonda bo'lsa oshxonamiz, u yoqda bo'lsa sanuzillari joylashtirib qo'yilgan. Videoni shu joyda yakunlaymiz o'rtoqlar. Yana bir marta eslatib o'taman. Sergeli Qushqo'rg'on mahallasiga kelganmiz. Shu yerda 5,5 sotixlik, fasadining razmeri 27 metr, uzunasiga bo'lsa 20 metr bo'lgan xonadon sotilyapti. O'rtoqlar, metrogacha taxminan 7-8 metrcha. Mahallada gaz, svet, suv, kanalizatsiyadan hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Uy hujjatlari ham joyida. Men egalarning raqamini qoldiraman. To'g'ridan-to'g'ri murojaat qilasizlar. Endi eng qiziq joy, mana shu ko'rayotgan xonadoningizga $170 ming so'rashyapti. Tepasiga kelsanglar, albatta kelishiladigan joylari bo'ladi. Sizlar bilan uy ko'rdik kanal bo'ldi. Bizdan uzoqlashmanglar.